Aytavering. Shu mana hurmatli obunachilar, obunachilar desak ham bo'ladi, gruppadoshlar. Mana qovun bor ekan, qovun, gurbak уже pishib boshladi. Pishdi desak ham bo'ladi, olib yeb o'tiribdi. Xullas shu gurbaklar sotiladi. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. O'zimizning paxtachida Qabonoldi Qurol akanning uyida. To'yga, sadaqa, tug'an kunlarga bemalol olsang bo'ladi. Konkretniy mayda to'r. Mana shuni mayda to'r desa bo'ladi. Rasmdagidek chotki kelishilgan narxda kelishib beradi. Zakonli. Уже pishdi. Endi buyog'idan hozir misol uchun mana 28-iyul bo'ladigan bo'lsa, dekabr oyinacha постоянный qovun harimiz bo'ladi. Xabarlashaverasizlar, telefon nomerlarini qoldiramiz. Shunday, vatamizni kimda shunday qovun kerak bo'lsa, berib qo'yasizlar bu videoni. Mana shunday shirik yariq qovunlar bo'lsa, murabbaga deganlar bo'lsa, aytaverasizlar, bor bundaylar ham. Murabba bosaman deganlar bo'lsa, arzonroq kelishtirib beradi mana shunday. Mana shunday sal yorilgan murabbaga lekin bo'ladi. Qurt tushmagan 100% javob. Üstünden kesip ishonmaganlarga beraveradi.